Hech qachon Farhod ismli insonni aldamang. Sababini bilsangiz, hoziroq unga yozishga majbur bo'lasiz. Farhodlar tashqaridan o'ta kuchli, sovuqqon va mag'rur bo'lib ko'rinadi. Lekin ularning ichki dunyosi shunchalik nozikki, ular ko'pincha dardi va charchog'ini kulga ortga yashirishadi. Ularga shunchaki "Yaxshimisan?" deb chin dildan so'raydigan inson yetishmaydi. Sevgidachi, agar Farhod sizni sevib qolsa, tabriklayman. Siz dunyodagi eng himoyalangan insonsiz. Ular qattiq rashkchi, chunki o'zinikini hech kimga berib qo'yishni xohlamaydi. Farhod sevgan insoni uchun xuddi afsonalardagidek tog'ni talqon qilishga, butun dunyoga qarshi turishga tayyor. Aslida bu ism qadimda yengilmas qahramon va o'tkir zehnli degan ma'nolarni anglatgan. Farhodning energiyasi unga har qanday qiyinchilikdan yorib chiqish kuchini beradi. U yiqilsa ham birovning yordamisiz o'zi oyoqqa turadigan haqiqiy liderdir. Bu videoni hayotingizdagi Dayndizavr Farhodga yuboring. U o'zi haqidagi bu haqiqatni bilishi shart. Farhodlar, gaplarim rostmi? Izohlarda o'zingizni ko'rsating.